Assalamu alaikum. Biz bugün bu videoda hazır Xitaylar vatanimizde yol qo'yayotgan şu mecburi yötkeş, Uyghur yaşlarını mecburi Xitayning o'lkalariga yo'tkab ishlatish, mecburi emgakka silish ve mecburi assimilyatsiya qilish siyosati to'g'riliq mulohaza yurgizamiz. Hazır dünyanı Xitayning virusining tahdidi qoplab ketdi. Shunga butun dunyoning taratqullarining diqqati shunga markazlashdi. Her qaysi devletlerninki hükümet başlıkları, amaldorlari hammasi shunga taqobil turish bilan bo'lib ketdi. Ama shunday bir vaziyatda Uyg'urlarninki Sharq Turkistondagi tortayotgan azob uqubatlari, chekayotgan zulmlari, irqiy qirg'inchiliklar xalqaro medialarning kun tartibidan tushib qelyapti. Hatta bizning Uyg'ur jamoatchilik ichida chet eldagi asosan diqqat shu virusga markazlashdi, chunki bu hammalarning hayoti bilan munosabatli bo'lganligi uchun insonlar bunga qiziqyapti. Hamda shunday bir paytda hamma kishi buni so'zlashayotgan ahvolda bizning yana uni so'zlashimizdanki hojati yo'q deb qarab, men bugungi bu videoda vatanga ketishni, vatandagi ahvollarni bir muloyiza qilishni muvofiq ko'rdim. Bunun içinden vatanda nurg'un ishlar bo'lyapti. Bunun içinden bugün bu videoda nuqtaliq qilib, shu Xitoylarning Uyg'ur yoshlarini turkumlab Xitoyning shaharlariga, o'lkalariga yo'tkab ishlatayotganligi haqida muloyiza qilmoqchi. Hamda tarixga qaraydigan bo'lsak, bu yangi bir narsa emas. Xitoylar bizning vatanimizni besib olgan 2-3 asrdan buyon bu Uyg'urlarni assimilyatsiya qilib yo'qotib o'tishni planlab kelgan. Bu Qing sulolasidan boshlangan bir jarayon. Buni keyin Junxo Mingo davomlashtirdi. Undan keyin hozirgi Junxo Xalq Jumhuriyati, ya'ni Xitoy Xalq Jumhuriyati davomlashtiryapti. Ammo bu jarayon 1980'largacha, hatta 2000-yillargacha Xitoy o'lkalaridan bizning vatanga Xitoylarni yo'tkab ekilib, Uyg'urlarni nüfus jihatdan oz sonliqqa tushirib qo'yish shaklida davomlashgan. Ya'ni bu shaklda assimilyatsiya qilish bilan davomlashgan. Ammo 2000-yillardan keyin Xitoylar sharoitning yar berishi, vaziyatining o'zgarishi bilan Uyg'ur yoshlarini Xitoyning o'lkalariga olib berib, shu yerda eritib o'tish, assimilyatsiya qilib yo'qotish siyosatini qo'llangan. Bu siyosat 2000-yillardan başlangan, türkümler başlangan bu siyaset, ama 2017-18 yillardan bu şiddetlik evic aldı. Bugün bolsa to'xtamay o'tkayotir. Bulupmu Xitoydagi virus tufaylidan Xitoyninki zavodlari falaj alg'a tushib qolgan bugünkidek paytda Uyg'urlarni Xitoyning shaharlariga turkumlab yo'tkayotir, zavodlar qurillashtiryapti, ya'ni majburiy qul qilyapti. Bu bir mecburi zamonaviy qulluq. Xitoylar buni nima shaklda elib beryapti desa, Xinjiangga yordam berish degan nom ostida elib beryapti. To'g'ri, buni biz bilamiz. Yillardan buyon bu ishlar davomlashib kelgan. Unda bo'lsa, buni dunyo bilamdi. Dunyoga biz qanchalik anglatgan yoki dunyo qanchalik anglagan. Ama yaqinqi mezgillargacha mening bilishimcha dünya bununla yeterli ko'ngil bilmagan, bizmi dunyoga yeterli anlatib bo'lmagan. Buningda nurg'un sabablar bo'lishi mumkin, ammo biz hozir uning sabablari haqida to'xtalmay, shu masalaning dunyoga anlatilishi haqida so'zlasak, yaqinda Avstraliyaning strategik tadqiqot instituti bir dokument e'lon qildi. Bu strateji tadqiqot instituti, strategik siyaset institutininki tor tadqiqot markazidagi xizmatchi xodimlar, tadqiqotchilar bir dokument e'lon qildi. Bu dokumentninki mavzusi Uyg'urlar setiladi. Xinjiangdan halqagan qayta tarbiyalash, nazorat qilish degan mavzuda. Endi bu dokument makalesi e'lon qilingandan keyin xalqaro taratqularda intayin kuchli ta'sir qo'zg'adi. Chunki
bu dokulat makalesinden halkara kanunlarda belgilengen hukumlar boyunca mesele oturup koyulgan. Yani mecburi emgek seliş meselesi yürütüp verilgen. Endi bu dokulatninki mezmunudan qaraganda hazır Xitayninki Uyg'urlarga yurgizayotgan bu xil siyosati haqiqatan chekidan oshib haqiqiy shaklda assimilyatsiya qilish bosqichidan halqib irqiy qirg'inchilik doirasiga kirdigan hatto hozir dunyo allaqachon amaldan qoldi deb qaralayotgan qulluq tuzumni asli keltirgan bir holat ko'z oldimizda ko'rinyotidi. Bu dokulatda deyilishicha 2017 yildan 2019 yilgacha bizning vatanimizdan Xitoyning har qaysi shaharlarga, o'lkalarga 80 mingga yaqin kishi yetkilibdi. 80 ming yaqin kishi yetkilibdi. Bularninki mutlaq ko'pchiligi bizning vatanimizdan janubidan, ya'ni Qashqa va Xotandan yetkilibdi. Endi bu kishilarning ichida tür jihatdan aytganda jamiyatdan yetkilganlar bor ekan, yig'ilish lagerlaridan bevosita yetkilganlar bor ekan. Bular yetkilgandan keyin bu Xitoyninki zavodlarga o'rlashtirilibdi. Bu tadqiqot dokulatida bu 3 tane örnek tadqiqot o'tirib qo'yilgan. Bunun biri Shandongning Qinxaydagi bir zavod, bu zavodda ishlayotgan Uyg'urlarning ahvoli. Ondan keyin yana biri Anxoydagi bir zavod, yana biri bo'lsa Guangdongdagi zavod, bir qancha zavodlar. Endi bu zavodlarninki xo'jayinlari bo'lsa, bizni texmo diqqatimizni tortadigan va için durduğun, gazetlendirdiğin kısmı şu. Chet el korxonalar, chet el şirketleri. Tadqiqot dokulatda deyilishicha hazır 83 danlıq marka mahsulot setib oldigan, 83 danlıq markani zapchastlar bilan ta'minlaydigan 28 esimde xato qolmasa 28 atrofida karxana, Xitoyning karxanasi bu Uyg'ur ishchilarni mecburi ishga seliyotganlar. Demak, endi butun dunyoning danliq markalari, masalan, Olma, Nike, Samsung, Bosch, Panasonic degandek ish qilib, mayli tantarbiya sohasidagi bo'lsin, elektronik aslar sohasidagi bo'lsin, nurg'un karxanalar buningga chetiliqlik ekan. Endi bu yana sharoiti qanday ekan desak, bu maqolada deyilishicha u yerdagi Uyg'urlar turmaga o'xshash boshqariladi ekan. Uyg'urlarni maxsus yotoq rayonga o'rnashtirildi ekan. Yotoq rayoniniki atrofi simtollar bilan qoplangan ham kuzatish munaralari bor ekan. 50 kishiga birdan soqchi taqsim qilingan ekan. Bu bizning vatandan Şinjan o'lkalik hukumatniki avatgan soqchilari bor ekan. Uningdan boshqa yerlik birlik sab xizmati bilan yerlik soqchixona bular nazorat qilib turdi ekan. Bular kunda 10 soat ishlaydi ekan. Oqshomliqda Xitoycha o'rganish va siyosiy mingyush faoliyatiga qatnashtirildi ekan. Yerlik xalqlar bilan aloqa qilolmaydi ekan. Telefonlarga app qachiloqlik ekan, nazorat qilish sistemasi qachiloqlik ekan. Bular shuni bilan to'liq nazorat qilinadi ekan. Undan boshqa vatandagi urug' tuqqanlariga davomli Xitoyning kadrlari kelib xizmat ishlash orqali ularga besim qildi ekan. Agar ular Xitoyning shaharlarida bir ish chiqarsa, bir ishga aralashsa, sizlarning bexatarlikka tahdidga uchraydi, sizlarni tutib ketmaysiz deb shunday qo'rqitdi ekan. Buni o'qigandan keyin haqiqatan odamningki g'azabi qo'zg'aladi. Bu tipik bir qulluq.
Ama texmi içinişlik bir yeri muşu ehvallarını yukarıda dep ötken dünyavi dağlık şirketler bilidiken bunu. Şirketninki hizmet hocaylarga, şirketin hocaylarga Şinjan Uygurluk hükümet yoki şu yerlik birliksel hizmeti yoki soqchi idarasidagilar tapulaydigan bu Uyg'ur ishchi xizmatchilarni qanday qilishni, Uyg'ur ishchi xizmatchilarni nazorat qilishni, bularning o'zgarish jarayonini kontrol qilishni degandek ishlarni tapulaydi ekan. Demek endi shu biz hozir biladigan davlat markalardan 80 necha marka bizningki Uyg'urlarga Xitoylardan sulayotgan zulmiga sherik bo'libdi bu dokladda deyilishicha. Endi Xitoyninki bu Uyg'urlarni yo'tkash plani bir qancha turkumlar bo'yicha elib berilibdi dokladda deyilishicha. Yerlikki zavod qurish orqali tarbiyalash lageridagi kishilarni shu zavod qurishlashtirish yoki janubdagi Uyg'urlarni shimolga yo'tkash yoki rayondagi Uyg'urlarni rayon sirtiga, ya'ni Sharq Turkistondan Xitoyning o'lkalariga yo'tkash shaklida 3 xil shaklda davomlashir ekan. Buningga Xitoy hukumatı intayin ilhom berdi ekan. Dokladda deyilishicha eğer bir Uyg'urni rayon ichida yo'tkashga tashkillasa kishi beshiga 20 yuan, rayon sirtida yo'tkashga tashkillasa kishi beshiga 300 yuan. Eğer bir yıllık to'xtam tuzishga uyg'unlashtira olsak, Xitoyning ma'lum bir shirkati bilan bir Uyg'ur ishchini bir yillik to'xtam tuzishga uyg'unlashtira olsa, tashkillayolsa, shuni qilgan zavodga 1000 yuan, 3 yillik to'xtam tuzsa 5000 yuan. Shunda to'liqlantirdi ekan, mukofot berdi ekan hukumat. Demak, hukumatningki mushkil qo'zg'atish siyosati bilan dokladda deyilishicha Uyg'urlarni ilib setish hozir Xitoyda bir yerlik hukumatlar bilan oradagi vakolatchilar, vositachilar o'rtasida foyda oladigan, ayon topadigan bir savdoga aylanibdi. Yaqinqi mezgillarda Xitoyningki Beidu'da, undan boshqa aloqa torlarida Uyg'urlarni ilib setishga oid uchurlar ilan qilingan ahvollar bor ekan. Buning ba'zilarini biz muassasalarda ko'rgan, ammo tadqiqot dokladda buni tafsili o'ttirib qo'yapti. Ularga manba ko'rsatib o'ttirib qo'yib buni bayon qildi. Men shu manba bo'yicha izlanib ichib baqsam, hozirmi bor ekan bu xil ilonlar uqtirishlar. Hamda bu dokladga oid mazmun shunchalik. Dokladningki mazmun shunchalik, buni tafsiliy so'zlashningki ahamiyati yo'q. Agar qiziqadiganlar bo'lsa, men bu dokladni videoningki ostiga ulanishga qoldirib qo'ymay ulanishini shu yerdan ichib ko'rib baqsa bo'ldi. Doklad inglizcha. Endi bu dokladningki mazmuni shunchalik. Dokladning ahamiyati to'g'riliq biroz to'xtalaylik. Dokladningki ahamiyati menimcha naydi cho'ng. Chunki aydab o'tgandek yillardan buyon biz bu xil zulmlarni tatib kelgan, majburiy emgakka selish degan bu bizning hayotimizning bir qismi vatanda vaqtimizda. Xitoy hasha deb kichikimizdan tatib, bolalardan tatib ayollargacha majburiy emgakka solatdi. Ammo buningki xalqaro qonun bo'yicha, hatto Xitoyning o'zining qonuni bo'yicha jinoyat ekanligi tadqiqot shaklida o'ttirib qo'yilmagan. Qo'yilgan bo'lsa-mu, az o'ttirib qo'yilgan. Shunga bu dokladning ahamiyati cho'ng deb o'ylayman. Endi bu dokladning ahamiyati bu jihatda cho'ng. Endi dokladda bu hal qilish chorasi haqida
Bu dokladda meselenin arkadaş çaresi hakkında bazı teklifler, layihalar sunulgan. Bunların içinden Xitay hükümeti sunulgan teklif layihalar var. Mesela kanunda belgelengen hak hukuklarını biriş, fuqarolarning bu xil mecbur emgak qilish ishlarini tugutish deganga o'xshash. Menimcha bu bek muvaffaq teklif loyihasi emas. Chunki Xitoy hukumati davlat siyosiy shaklda yo'l qo'yayotgan bir narsa bu. Shunga uni Xitoyga bunda teklif berishningki shaklidan boshqa ahamiyati yo'q. Undan boshqa dokladda sunulgan choralar haqida boshqa mazmunlarga qo'shilaman. Masalan, boshqa mazmunlar xalqaro tashkilotlarni, hukumatlarni Xitoyga besim qilishga, bu masalalarni o'zgartirishga va to'xtatishga besim qilishga chaqirish. Undan keyin Xitoy imzo qo'ymagan xalqaro to'xtamnomalar bor ekan. 1930 necha, 50 necha, undan keyin 2014'te tuzilgan xalqaro ahdnomalar bor ekan. Bunga Xitoy hozirgacha imzo qo'ymoqlik ekan, tasdiqlamoqlik ekan. Shunga imzo qo'yishga Xitoyni zo'rlash haqidagi takliflar. Ondan boshqa iste'molchilar jamiyatlarini va iste'molchilarni shu Uyg'urlarni majbur emgakka solgan gumoni bor yoki shunday gumonlangan shirkatlarning mollarini sotib olmaslik, bu shirkatlardan iniqlim berishni talab qilish, bu shirkatlarniki ishlab chiqargan mahsulotlarniki hech bir holqisida shu majbur emgakka solish ahvoli ko'rilmagan bo'lishiga kafolatlik qilishni talab qilish degan mavzular bor ekan. Bu intayin muhim takliflar. Ammo buningda taklif loyihalar qatorida shu takliflar yo'q ekan. Menimcha shular bo'lishi kerak deb o'ylayman aslan. Ya'ni Xitoyni bu jinoyati uchun xalqaro sudga tortish. Bu xil mumkinchilik bormi yo'qmi? Men qonunshunos bo'lganligim uchun kesib bir narsa deyolmayman. Shunga bu mening bir qo'shimcha qiladigan nuqtam bo'ldi bu xil takliflarga qarata. Ondan keyin ikkinchi qilib buningda shu mayli kishilik huquq tashkilotlari bo'lsin yoki Uyg'ur tashkilotlarining bo'lsin, Uyg'urlarni majburan yaksalishga chetishlik dağlıq xalqarалық markalarni shu davlatningki adliya sistemasiga arz qilish to'g'riliq gap yo'q ekan. Mening qalbimga kelgan nuqta shu. Masalan, Xitoyni xalqaro sudga tatqilib bo'lmagan bilan Olmani Amerika sudiga tatqilib bo'ladi. O'xshashlar Boschni Germaniya sudiga, Samsungni Koreya sudiga tatqilib bo'ladi. Shunga bu xil Uyg'urlarni ezishga qatnashgan, Uyg'urlarni majburiy qul qilish qatnashgan shirkatlarni turishliq davlatlarningki adliya sistemasiga shikoyat qilish va uningdan ularga jazo berish, to'lam berishni talab qilish. Bu xil mumkinchilik menimcha bor. Ammo yana shu qonunshunos bo'lmaganligim uchun kesib bir narsa deyolmayman. Taklif loyihasida bu xil moddalar kirgizilmabdi. Endi ahırda biz nemish qila olamiz degan bir savolga biraz o'ylaganlarimni deyishni muvaffaq ko'rdim. Bu xil vaziyat davomlashyapti. Biz bunga tomoshabin bo'lib qilyapmiz. Buningga bir javob berilishi kerak. Buningga qarshilik ko'rsatilishi kerak. Endi bu qarshilikni qanday ko'rsatamiz? Menimcha millat sifatida buningga qarshilik ko'rsatilishi kerakdi. Şu an vatandagi Uyg'urlar haqidagi qarashlarimni keyin yana bir videoda so'zlashga qoldiray. Bu videoda chet eldagi Uyg'urlar mushkil hodisiga qarata qanday qarshilik qilish, qanday harakat qilish kerak degan savolga bu videoda javob berishga tirishay. Avval bir yutum suv içey.
Yani bununla chet eldeki Uygurlarniki taqabul turishuniki en kolay usulü, kılalaydigan usulü bunu paş qilish. Özünün urug' tuqqanlari, özünün ağinalari, adaşları içinden şu Xitoyning mecburi qul qilish siyosati doirasida Xitoy o'lkalariga yo'tkalgan yoki Sharq Turkistondagi zavodlarga yo'tkalgan kishilar bilan aloqa qilayotgan kishilar bo'lishi mumkin. Yoki vaqtlik holatda uchurlarni egallayotgan kishilar bo'lishi mumkin chet elda. Buni oshkorlash kerak. Chunki mushu dokladning tayyorlanishida Uyg'urlarningki bergan guvohliklari, xabarlarga chiqqan ahvollar dalil qilib ko'rsatilgan. Bir tadqiqotchi uchun bu narsalar intayin muhim. Masalan, men hozir magistrlikni bitirdim, tadqiqot maqolasi yozdim va yozyapman. Belgilik darajada tadqiqotchi desam bo'ldi o'zimni. Bir tadqiqotchi uchun bir narsa deyish uchun bir paket kerak, bir isbot kerak. Nopuzluq medialarning xabarlari bu paket, bu isbot bo'la oladi. Undan keyin boshdan kechirgan kishilarningki sarguzashtlari, guvohliklari paket isbot bo'la oladi. Endi Uyg'urlar buning bevosita zinaga uchraguvchilar bo'lganligimiz uchun chet eldagi Uyg'urlarningki mayli taratquv qilgan so'zi bo'lsin, mayli guvohlik shaklida o'tirib qo'ygan so'zlar bo'lsin, hammasi paket. Bu dokladımı şulardan faydalangan. Eğer muşular o'tirib qo'yilmasa, bunda dokladlar yozilmaydi. Bunda dokladlar ko'plab yozilmasa, har qaysi davlatlarning va xalqaro tashkilotlarning siyosat markazlari harakatga kelmaydi. Nuqul shikoyat bilan, nuqul gap bilan ularni harakatlantirgili bo'lmaydi. Ularni mana shunga o'xshash aql ambarlari, tadqiqot urullari orqali harakatlantirish kerak. Bular tayyorlagan dokladlarning paketi bo'ldi, dalili bo'ldi. Mana shunday maslahatlari, hal qilish choralari bo'ldi. Shunga bu siyosatga ta'sir ko'rsatdi. Shunga Uyg'urlar mushkil ahvollarni pash qilishi intayin muhim. Bu birinchi ish. Ikkinchi ish bo'lsa, buningga norozilik bildirib namoyishlarni qilish kerak. Buni nuqul Xitoyning elchixonasi oldilam emas, menimcha bo'lganda yuqorida ismi tilga olingan shu shirkatlarningki binolari oldida namoyish qilish kerak. Bunda qilgan chog'da buning diqqat markazlashidi va u shirkatlar usul ahvolga tushib qilishdan saqlanish uchun darhol inkos qaytarishga majbur bo'ldi. Bo'lmasa bu kapitalistlar Xitoy Kompartiyasimi dunyodagi hozir eng chong kapitalist. Bu chet eldagi qarmoqqa insonparvar ko'rinib olgan demokratik davlatlarda demokratiyaningki chopinni kiyib olgan bu ochko'z kapitalistlar Xitoy Kompartiyasi bilan birlashib bizga o'xshash izilgan millatlarni davomli izlayverdi. Bular puldan boshqani tunimaydi. Bo'lmasa Olmaning xo'jayinlari bo'lsin yoki Samsungning bo'lsin, boshqa davlat markaning xo'jayinlari qarasangiz insonparvar ko'rinib oladi. Afrikada, Latin Amerikada nurg'un namratiylarga iyona qiladi. Kishilik huquqdan so'zlaydi, demokratiyadan so'zlaydi. Ammo Xitoyningki Uyg'urlarni shunda simptomlarning ichida kuzatish munarlari bilan shunda majburiy emgakka silayotganligini bilib turib, yana bu dunyoga oshkorlamaydi. Buningga sukut qilib, igisi yo'qkan bu bularningki, bularni foydalansak, ekspluatatsiya qilsak, bizga xatir yo'qkan deb o'ylab qilayotgan ish. Shuning uchun bularga qarshi namoyishlarni tashkillash mening kallamga kelgan hamda ikkinchisi. Uchinchisi bizning Sharq Turkiston tashkilotlari, Uyg'ur tashkilotlari Xitoyning ustidan yillardan buyon shikoyat qilib keldik. Yana davomli qilishimiz kerak. Xitoyni bu jihatda xalqaro sudga talqilib bo'ladi. Bu jihatda davomli izlanish kerak. Men yana qonunshunos bo'lmaganligim uchun ortiq bir narsa deyolmayman. Ammo yuqoridagi shirkatlarni turishliq davlatlarning adliya sistemasiga shikoyat qilish ustida izlanish lozim. Bu davlatlarni bu harakatlantirish orqali bularni Xitoyning shirkatlari bilan hamkorlashmaslikka majburlash va o'tkazgan jinoyati agar jinoyat shakllangan bo'lsa tekshirish orqali buning uchun to'lam talab qilish degandek qadamlarni besish kerak.
Bu videoda söyleydiganlarım şunchalik. Undaq bo'lsa, yeni bir videoda ko'rishguncha omon bo'linglar. Allohga emanet.